Shu narsani This is a ko'ryapsizmi? Shu seizure in hududlar. the brain. So Boshdagi these are the sudirganlar. epileptic fits which are happening in the brain. You're seeing this. Epilepsiya sodir bo'ladiganini This ko'rsatadigan. to give carbamazepine to him. Karbamazepin sizga yaxshi foyda berayotgan dori emas. So we'll change. It is opposite side, not the same side. Teskarisi, miyani chap tarafi o'ng tarafiga, o'ng tarafi chap tarafiga. So it's totally different. O'sha qora joylarda miyani rivojlanishi yaxshi emas. Biza hozir bu narsa sodir bo'lishi kislorod yoki sahr yetishmasligini hisobiga bo'ladi, bosh miyaga deyapti. Hozir bu yerda bizaga yordam beradigan narsa dorilar bilan birga fizioterapiya va logoped, ya'ni nutq terapiyasi ham kerak bo'ladi. Genetika bo'lsa edi, bosh miyaning boshqa qismidan ham bunaqa o'choqlar chiqib kelishi kerak edi. Bu narsani biza oyoq qo'lni kuchini yaxshilash uchun qiladigan bitta ishimiz fizioterapiya. Masaj emas, mashqlar, jismoniy mashqlar.